aytmoqchi bizlar O'zbekistonda 3 kundan kompyuter bo'lishi kerak. Bu yoqqa kirgandan keyin bizlar anaqaga bo'ysunishish kerak so'z. O'zbekchasini aytsak. Нет. Вообще не знаю, я приблизительно отвечаю. Sizmi? Ushbu video orqali siz yo'l harakati xavfsizligimizning imijini anglab olishingiz mumkin. O'zbekistondagi quyoshdan noqonuniy himoyalanish, ya'ni tonirovka jarimasi 9 million ekanini bilmagan xorijiy sayyoh yo'l harakati xavfsizligi xodimini rozi qilish yo'lini topdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri ko'chalarida sodir bo'lgan voqea yuzasidan video tarqaldi. Unga ko'ra, Toshkentga mehmon bo'lib kelgan tojikistonlik sayyohdan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlaridan biri pora so'raganligi va olganligi aytilmoqda. Xabarda video Telegram kanallarda tarqalgandan so'ng zudlik bilan o'chirtirilgani aytilgan. Shuningdek, ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Jumladan, Facebook sahifasiga joylangan video ostiga foydalanuvchilar "Biz Tojikistonga borsak, gaylar mehmon deb hurmat bilan kutib olishadi" deya izoh qoldirgan. Voqea haqida qisqacha. Toshkent shahrida yo'l harakati xavfsizligi xodimi to'xtatgan haydovchi 4 kun oldin O'zbekistonga kelganini, ertaga Samarqandga yo'l olishini aytadi. Hodisa tonirovka qoidalarini buzilgani sabab yuzaga kelgan. Ya'ni haydovchi oynasi 27 sm tonirovka qilganini aytsa, yo'l harakati xavfsizligi xodimi bu cheklov O'zbekistonda 14 sm ekanligini ta'kidlaydi. Videodagi suhbatga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligi xodimi haydovchiga 9 million so'm jarima belgilanganini ma'lum qiladi. Haydovchi bu miqdorni ko'p deb hisoblab 800 ming so'm berib ketishiga ruxsat so'raydi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimi esa avval bu summani kam deb rad etadi. So'ng haydovchidan jarimaning yarmini berishini so'raydi. Videoning so'ngida eshitilgan so'zlardan xodim pulni qabul qilib olib, mashinadan tushganini anglash mumkin. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirilmagan. Voqea ishtirokchisi bo'lgan yo'l harakati xavfsizligi xodimining harakatlari xizmat tekshiruvidan o'tkaziladimi, hozircha noma'lum. Bojxonadan tinchgina o'tgan xorijlik mehmonlar shaharga kirgandan keyin qonun buzuvchi bo'lib qoladimi? Yoki O'zbekistonga mashinasida kelgan sayyohlar mamlakat qonunchiligi yuzasidan mashinasini qayta jihozlab keyin kelishlari zarurmi? Aslida bu qonunchilikda qay tartibda? Yuqorida keltirilgan izohlarga qo'shimcha ravishda yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga body kamerani pora olish bilan shug'ullanmasin deb berilgan edi. Natija qani deya e'tirozlar ham bildirilgan. Tasvirlarga ko'ra, yana bir e'tiborli jihatlaridan biri xodimlar avvaliga sayyoh bilan suhbatlashishda qiynalishgan. Chunki u ularga rus tilida murojaat qilgan. Tushunmagandan so'ng xodimlar hamkasblari orasidan tojik tilini biladigan birini gaplashtirgan. Mana shunday vaziyatlarda xodimlar ish vazifasini bajarishlari uchun qo'shimcha til bilishlari kerak emasmi? Axir u yerda bir emas, bir necha xodim bor edi-ku. Qonunni talab qilgan xodimlar o'zlari talabga javob beradimi? Mutasaddilardan ushbu holat yuzasidan surishtiruv o'tkazib, vaziyatga oydinlik kiritishini so'rab qolamiz.